Ha deb onlayn kursimdagi o'quvchilarim xursand ko'rmasdan sizlarni ham bir xursand qilay deb noodatiy salat bilan keldim. Restoranlarda tayyorlanadigan souslargacha o'rgatib qo'yaman. Tuzli suvda 40 daqiqa qaynatilgan go'shtni xuddi shu shaklda to'g'rab, ketidan svetofor bolgarskiylarni ham somoncha shaklda to'g'rab, tovamizga ozgina yog' solib, yarimta katta to'g'ralgan piyozni 30 sekund qovurib, ketidan svetofor bolgarskiylarni ham 30 sekund qovuramiz. Go'sht solib, bir osh qoshiq soya sos solib, yaxshilab aralashtirib, kegini o'chirib, ustini yopib, 10 daqiqaga qoldiramiz. Bodringlarni kattaroq somoncha shaklda to'g'rab tayyor qilib olamiz. 10 daqiqadan keyin go'shtlarimizni ham solib, albatta yashil garoq ham esingizdan chiqmasin. O'rtacha kattalikda to'g'ralgan rashnichva ukropni ham sovoramiz. Ana endi men sizlarga va'da bergan o'sha mashhur sous. 1 choy qoshiq tomat, yarim choy qoshiq shakar, 2 osh qoshiq zaytun yog'i, 1,5 osh qoshiq achim soyasi, choy qoshiqning uchida achchiq paprika, albatta chesnok, 2 osh qoshiq qaynagan suv solib, yaxshilab aralashtirib salatimizga qo'shamiz. Dekor uchun fenchuza xamiri, yaxshilab qizigan yog'da qo'rib olsanglar, ajoyib dekor tayyor bo'ladi. Bu salatni mehmondorchilikka tayyorlasanglar bormi? Hamma sizlardan retsept so'rashi aniq. Bu salatni tayyorlab ko'rganingizdan keyin bitta kommentariya bilan yurechani qizartirib qo'yishingizni kutaman.